Agar boshlangan badal 50% shakllantirsa, uning to'liga 100%, 20% bunda faqat grafikga annotatsiya shaklida bo'ladi. Endi bizda mikroqarzdlarimiz mavjud. Bizda mikroqarzdlarimiz mana bu shakl orasida bo'lgan mijozlarimiz uchun 26%dan 29%gacha ajratiladi. Bunda o'sha mijozning rasmiy daromadi esa 328% ajratiladi. Bunday ta'minot sifatida o'sha jismoniy shaxs kafilligi yoki huquqdan talab qilinadi. Bundan o'sha mijozdan talab etilgan faqat haqdir bo'lsa bo'ladi. Agar o'zini o'zgartirgan holatda markazdan